tomonda oxir borib, shuni orqa tomonida bog'imizda jilgina bog' bor, mozor bor. Aytayotgan Rasululloh kelganda ansonlar mana shu har kuni Rasulullohning intizori bilan tushardi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijratga chiqqanlarida o'sha Madina tomonga yurmadilar. Madina tomonga yurmasdan teskari tomonga, qarshi tomonga yurdilarda va Savr tog'ida 3 kun qolib ketdilar. O'shani hisobini olmaganda, chunki telefon bo'lmagan, biz Savrda qolib ketdik, 3 kun kechikadigan bo'ldik demagan. Bizlarchi hozir har qadamimizdan oilamizni bahramand qilib turibmiz. Qayerdamiz, kim bilanmiz, nima qilyapmiz? To'g'rimi? Qarang, qanaqa ne'mat ichida yashayapmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu yerga kelganlar,